Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bugun yana bir ustamizning oldilariga kelganmiz. Ustamiz Bahriddin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Eng yaxshi mijozlarimizdan biri. Bahriddin aka, Alibaba qurilish nima mahsulotlarni oldingiz? Sizga nimalar kamchilik shularni o'rganishga keldik aka. Sifati qanday narsalarni? Endi to'g'ri gap, magazinlaringiz bilan boshiga qittigina недоразумение bo'ladi. Nashat mahsulotni hisobiga hozirgacha kunduzgi bu narsani ancha ustronlik qilgansizlar. Menga ma'qul. Shu uchun ham biron yildan beri sizlar bilan ishlayapman. Narx kelayotgan bo'lsak, krupniy partiya olayotgan vaqtda doim skidkalarimiz bor. Bu mijozlarga juda yaxshi narsa. Masalan, boshqa joyga to'g'ri gap 320 ming so'm sotilayotgan narsani 310 dan qilib berdingizlar. Bu masalan, zavod narxi o'zi 397 ming so'm, 10 ming so'm. Bu menimcha dastavka mastavkasi bilan idealni tsena deb o'ylayman. Ana ochiqdan ochiq aytilayotgan bo'lsa, gruntovkalar ham xuddi shunday bo'ldi. Klientga masalan, zavod narxi-yu, masalan, sizlar narxlaringizni aytgan vaqtda konferensiya qilgan vaqt sizlar narxlaringiz bozorga nisbatan, boshqa magazinlarga nisbatan juda kelishtirilgan holatda bo'lganligi uchun har doim sizlar bilan ishlayapman. Rahmat. Ikkinchi masalaga, masalan, dekor ishlariga ham xuddi shunday bo'ladi. Eslab bilsangiz, bir tushunmovchilik bo'ladi. Shu narsaga ham sizlar to'g'ri qaradingizlar. Masalan, materiallarni ko'paytirdingizlar, boshqa qildingizlar, kerakli narsalarni, o'zlaringizga yo'q narsalarni ham menga keltirib berayotganliklaringiz juda zo'r bo'libdi. Alo, mana shu katalogdagi narsalarni beringlar. Все, sizlar menga keltirib beryapsizlar. Yetishmovchilik bo'lgan vaqtiga ham o'sha narsani yetkazib beryapsizlar. Hamma narsa zo'r bo'lyapti. Masalan, eslab bilsangiz, mana bu narsani ham Buxorodan, o'sha zavoddan keltirib berdingizlar. Mana uchun sizlarga rahmat. Oddiygina, masalan, har kim ham ishlatmaydi. Bizga kerakli bo'lganligi uchun lenta shu narsani keltirib berdingizlar oddiygina. To же самое, mana gullar, masalan, 4 xil gul keltirdingizlar. Mana bagetlar har xilidan keldi. Masalan, 20lik, 12lik, 6lik. Menga juda ma'qul bo'lgan joyi, plintus podsvetkalik dizaynga ko'rsatilgan edi. Plintusni решениясini qilib berganlar juda zo'r bo'ldi. Mana plintus podsvetkalik idealni bo'ldi bu narsa. Yana kamchiliklari bo'lsa aka, bizga o'zimizga aytsangiz, yana to'ldirib berishga harakat qilamiz aka. Tamam. Amma Rahmat sizga. Mayli.